Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azlarim sog'omamisiz? Qurbon hayiti bilan barcha dindoshlarimizni chin yurakdan tabriklayman. Allohim mana shu kunni siz biz uchun quvonchli qilgan bo'lsin. Osmonimiz musaffo, yurtimiz doim tinch bo'lsin. Qardoshlarimiz, dindoshlarimiz, musofirga yurgan hamyurtlarimiz barchangizni oilaviy baxt, saodat tark etmasin iloyim. Farzandlarimiz bag'rimizga quvonib yurishsin. Ota-onalarimizning umrlari uzun, rizqlari butun bo'lsin iloyim. Bizani qilayotgan ishlarimizdan quvonib, muvaffaqiyatlarimizga sherik bo'lib, xatolarimizga tanbeh berib yuradigan ota-onalarimiz doim bag'rimizga sog' bo'lishsin azlarim. Farzandlarimizni ham rohatini ko'rish nasib qilsin. Yana bir bor hammani bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Allohim sizlarni o'z panohida asrasin azlarim. Sog' bo'ling, omon bo'ling.